Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun demak biologiyadan 2025-yil shu variant kitobini 5-variantini ko'rib o'tamiz. Birinchi variant chiqarilgan edi. YouTube kanalimizda 2, 3, 4-variantlar ham bor. Xo'p, bular Telegram kanalda tahlil qilib qo'yilgan. Xo'p, kommentda qoldiraman Telegram kanalining linkini. Bemalol barcha o'tib Telegram kanalga a'zo bo'lib qolgan variantlarni ham ko'rib olish mumkin. Bundan tashqari Telegram kanalimizda yana boshqa 30 talik tayyor testlar olingan. Ularni ham shu javoblar bilan berilgan. Bundan tashqari bir qancha masala mavzulari tushuntirilgan video dars orqali va o'sha masala mavzulariga doir masalalar ham berib, ularni ham tahlil qo'yilgan. Bundan keyin ham shu tartibda davom etadi Telegram kanalimizda. Shuning uchun hop Telegram kanaliga o'tib, Telegram kanaliga a'zo bo'lib qo'ysangiz, qolgan variant tahlillari va o'z uchun kerakli qo'shimcha ma'lumotlarni olib borasiz. Demak, 5-variant birinchi savoli: Aripov haqidagi ma'lumotlarni aniqlang. Demak, Aripov haqidagi ma'lumotlar bu yerda bir qancha olimlar haqida ma'lumotlar berilgan. Demak, yashash yili ham olingan ekan. Bu ko'pincha DTM testlarida qo'yish kelmaydi, lekin bu yerda olingan ekan. Demak, 4 bo'ladi. Aripov yashagan va asosan qilgan ishlariga e'tibor qaratiladi. Demak, oshqozon osti bezining bir qismini ko'chirib o'tkazish. Demak, javobimiz V javob bo'ladi. Xo'p, Aripovga tegishli. Demak, bu yerda kelgan birinchisi atoqli fiziolog olim. Demak, bu atoqli fiziolog olim. Demak, bu Yunusovga tegishli bo'ladi. Demak, bu Yunusov edi. 1925-2002-yillarda yashagan bu demak Zufarov. O'sha odam hayvon organizmi haroratga moslanish, bu ham Yunusov ekan. Xo'p. 5-si O'zbekistonda birinchi bo'lib elektron mikroskopiya laboratoriyasini kashf etgan. Demak, bu ham Zufarov bo'ladi. Issiq sharoitda odam hayvonlar orasida suv va tuz almashinuvi fiziologik mexanizmi. Demak, bu ham Yunusov. Organizmda filtratsiya, sekretsiya, so'rilish jarayonlari. Demak, bunga ham demak Zufarov bo'lar ekan. Shu yerda 4 bilan 8 bu Aripovga tegishli javob. Ikkinchi savol: quyidagi jadvalni to'ldiring deyilmoqda. Demak, turnomi, bo'lim, ahamiyati, masalan, turnomi filofora bo'limini topishimiz kerak. Filofora masalan qizil suvet, undan agar olinadi. Keyingisi bo'limi ochorli o'simliklar, texnik spirt. Demak, texnik spirt ochorlardan o'sha turnom bo'lsa, oddiy qarag'aydan olinadi. Xo'p, keyingisi dala qirqbog'imi, qirqbog'im. Demak, ahamiyati, demak, siydik haydovchi dori. Demak, bir o'zi hammasi javoblarda bir xil ekan, siydik haydovchi dori. Ikkida qizil suvet bor, suvet bo'limi bor. Demak, suvet bu umumiy bo'ladi. Suvet, yashil suvetlar bo'limi alohida, qizil suvetlar bo'limi, qo'ng'ir suvetlar bo'limi alohida bo'ladi. Shuning uchun bo'lim sifatida qizil suvet olamiz. Va uchinchisi turnomi deyilgan, ochorli bo'lishi kerak, texnik spirt. Bu oddiy qarag'ay. Demak, to'g'ri javob V javob. Uchinchisi, quyidagi atamalar qaysi tematik birliklarni ifodalaydi? Demak, magnoliyasimon. Demak, sinf bo'ladi. Xo'sh, birinchi sinfni oladigan bo'lsak, magnoliyasimon sinf bo'ladi. Xo'p, undan tashqari tog'ayli baliqlar sinf, gidroid poliplar sinf, 167, demak 67 D-joga to'g'ri keladi. Keyingisi oila 2-4 berilgan ekan. Qarchig'aysimonlar oilasi. Xo'sh, ayiqsimonlar oilasi. Qarchig'aysimonlar oilasiga kiradigan arxeoqush, ya'ni o'sha arlan yeydi deb berilgan. Xo'p, keyingisi C-sida turkum, falangalar turkum, o'rgimchak-simonlar sinfining falangalar turkumi. Va 5 lososimonlar. Demak, suyakli baliqlarning lososimonlar turkumi. To'g'ri javob D. 4-savol: nuqtalar o'rniga to'g'ri javobni aniqlang. Agar baqaning gastrullasida nerv sistemasi rivojlangan qismini boshqa baqa gastrullasining qorin ektodermasiga ko'chirib o'tkazsak, demak, o'sha joyda nerv naychasi xorda rivojlanib qo'shimcha omil hosil bo'ladi. Bu to'g'ri. 4ga javob ekan. 5-si qirg'ovullarning murg'ob, Kavkaz, kenja turlarining paydo bo'lishi, tur paydo bo'lishining qaysi yo'nalishiga? Xo'p, bu allopatrik bo'ladi. Demak, 1 bo'lar ekan.
birlik javobini topishimiz kerak. Demak, simpatrik emas, konvergensiya emas, divergensiya emas. Demak, 2, 4, 3 chiqib ketsa o'zi, demak V javob bo'ladi. Xo'p, keyin u qaysi B viloyatda uchraydi deyilmoqda. O'zi bitta javob qoldi. B ga 2 Indamalay. Demak, qirg'ovul Indamalayda to'g'ri bu. Javob V. Gipofiz bezining adrenokortikoid gormoni, tireotrop gormoni, qalqonsimon bez, gonadotrop gormoni qaysi bezlar ishini boshqaradi? Demak, adrenokortikoid buyrak usti bezini, tireotrop o'zi qalqonsimon berib qo'yibdi. Demak, qalqonsimonni, gonadotrop esa jinsiy bezlar ishini boshqaradi. Javob A. Xo'p, keyingi savol. 7-savol. Berilgan ma'lumotlar orasida rasmda berilgan hayvonlar uchun umumiy xususiyatlar. Demak, qushvoz dural yuruvchi berilmoqda. Umurtqa pog'onasi va qovurg'a. Bir to'g'ri bo'ladi. Jabra nafas olishi yo'q, bo'lmaydi ikkalasida ham. Bosh orqa miya. Demak, bo'ladi. 4 kamerali yurak. Demak, qushda 4 kamerali, toshbaqada 3 kamerali. Demak, 4 xato ekan. Xo'p, keyingisi yopiq qon aylanish doirasi. Demak, ikkalasida ham bo'ladi. Issiqqonlik qushga bo'ladi, toshbaqaga bo'lmaydi. Demak, javob C. 8-savol. Jigar qurtining quyida berilgan xususiyatlari turning qaysi mezonini ifoda etadi? Xo'p, ekologik, morfologik berilgan. Demak, A javobda kelmoqda. A ga 3 5. Demak, ekologikka bu muhit sharoiti, ozuqasi, shular misol bo'ladi. Morfologikka esa tashqi tuzilishda qaysidir jihatlar. Xo'p. Lichinkasi tanasi kiprikcha bilan qoplangan, tanasiyasi bular demak morfologik belgilar. Voyaga yetganda parazitlik kechiradi. Demak, mana bu ekologik va 4 ikkita so'rishga ega bu morfologik. Lichinkasi mollyuska tanasida parazitlik qiladi. Demak, bu ham ekologik. A ga 3 5, B ga 1 4 2 ni olsak bo'lar ekan. Javob A. Quyida shajara berilgan. Probandning shajarasida qaysi kasallikning siylashi berilgan? Demak, birinchi navbatda bilishimiz kerak, bu belgilar nima ifoda etadi. To'rtburchak bo'lsa, bu demak erkak organizm. Demak, yumaloq bo'ladigan bo'lsa, bu ya'ni aylana biladigan bo'lsa, ayol organizmni ifodalaydi. E'tibor qilsak, kasallik faqat erkaklarda uchrayapti. Erkaklarda uchraydigan belgi bu otadan o'g'ilga o'tadi. Otadan o'g'ilga o'tadigan xromosom esa bu Y xromosomi. Javob A. 10-savol. Nazariy jihatdan DNK molekulasining birinchi zanjirida nukleotidlar, demak, berilgan tripletlar ketma-ketligida ekan. 3-tripletdagi hamma nukleotid tranzitsiyaga uchragandan so'ng shu qo'y zanjirdagi har bir nukleotid yig'indisini aniqlang. Xo'p, demak, 3-triplet, demak, mana bu ishda birinchi triplet, ikkinchi triplet, mana 3-triplet. Timin, guanin, guanin kelgan. Tranzitsiya nima? Tranzitsiya purinni purin bilan, pirimidinni pirimidin bilan almashinishi bu tranzitsiya hisoblanadi. Transversiya bor, unda teskarisi purin pirimidin bilan, pirimidin bo'lsa pirin bilan almashinishi kerak, purin bilan almashinishi kerak. Demak, tranzitsiyada purin puringa, pirimidin pirimidinga o'zgarishi kerak. 3-triplet birinchi nukleotid timin kelmoqda. Demak, timin bu pirimidin asosi. Uni yana pirimidinga o'zgartirsak, uni sherigi sitazin bo'lib keladi. Guanin purin asosi, uni sherigi purin adenin bo'lib keladi. Keyingisi ham guanin, xuddi shunday. Demak, timin guanin guanin o'rniga tranzitsiya bo'lganligi uchun sitazin adenin adenin bo'lib qoldi. Endi bu bitta zanjirdagi nukleotidlar shular. Ikkinchi zanjirni ham xuddi shu tartibda yozib, demak, keyin nukleotidlarni sanab chiqishimiz kerak. Yoki osonroq usuli har birini komplementari bilan shu bitta zanjirni o'zidan sanab ketsak bo'ladi. Masalan, guanin komplementari sitazin, adenin komplementari timin. Guaninni hisoblash uchun, ya'ni ikkita zanjirda hisoblash uchun. Bu degani mana bunday tushunamiz. Guanin sitazin sitazin bo'lsa, buni ikkinchi zanjirida sitazin guanin guanin keladi. Shuning uchun guanin sitazinlarni bir xil hisoblab ketamiz. Masalan, guanin nechta bor? Guanin 1 2 3. Chunki bu sitazinlar ikkinchi zanjirda guanin bo'lib keladi. Shuning uchun qo'shib hisoblaymiz. Hop, 4 5 demak sitazin bo'ldi bu. 6 7 8 9 10 11 12 13 va 14. 14 ta guanin o'zi bittasini topsa, ikkinchisi ham shuncha bo'ladi. Guanin 14 bo'ladigani, demak, bu yerda mana V javobda guanin 14, sitazin ham 14.
Xo'p, timinlarni ham xuddi shu tartibda sanasak bo'ladi. Mana adeninni timin deb olsak ham bo'ladi. 1 xo'p, 2 3 4 5 6 7 8 demak 9 10 ta ekan. 10 ta timin, 10 ta adenin. Sonlar orqali to'plasak ham bo'ladi. Endi sonlar bir xil bo'lishi kerak. Guanin doim stadinga, adenin doim timinga teng bo'lishi kerak. Chunki bu qo'sh zanjirda hisoblanadi. Javob ber. Xo'p, keyingisi. Tangachaliklar uchun xos bo'lgan stakinez ontogenez gastrulatsiya. Tangachaliklar bu sudrali yuruvchilarning, demak, sudrali yuruvchilar sinfiga mansub hayvonlar tangachali, ya'ni o'sha katta kesak ilonlar kiradi tangachaliklar turkumiga. Xo'p, bularda stakinez botib kirish invaginatsiya, ontogenez demak tuxumda rivojlanish yoki lichinkasi rivojlanish, gastrulatsiyani esa qat-qat turib uchraydi. Xo'p, bunda javob V ekan. Odamda ayrish sistemasi organlari ishini boshqaruvchi tizimlar teoriya ko'rsatgan javobni aniqlang. Antidiuretik gormon, tiroksin, simpatik nerv, parasimpatik nerv. Xo'p, A javobda A ga 6 kelmoqda. Antidiuretik gormon reabsorpsiyani kuchaytiradi. To'g'ri, reabsorpsiyani kuchaytiradi, sidga ajralish kamayadi. B ga 5 tiroksin reabsorpsiyani susaytiradi, sidga ajralishni ko'paytiradi. To'g'ri. C da 1 simpatik siydik qop muskullarini bo'shashtiradi. To'g'ri. 8 siydik ajralishni kamaytiradi. To'g'ri. Xo'p, parasimpatik esa 7 siydik qop muskullarini qisqartirib, siydik ajralishni ko'paytiradi. To'g'ri. Demak, javob A ekan. Nefronlarga xos qismlar va belgilarini juftlang. Shumlyanskiy kapsulasi, genli halqa, birlamchi naycha, ikkilamchi naycha, malpighi naycha, yig'uvchi naylar. Xo'p, demak, A'si nima? Shumlyanskiy kapsulasi. Uning ichida mayda qon tomiri joylashgan. Demak, A ga 1 bo'ladi. Xo'p, keyingisi genli halqa. Genli halqa B ga 4. A ga 1, B ga 4 bo'lishi kerak. A ga 1, B ga 4. Demak, A javobda B ga 2. Bunisida A da 6. A ga 1, B ga 4. C da ham, D da ham shunday kelgan. D chasi 6, Y si H2. Demak, Y bilan F ni ko'rishimiz kerak. Y ga 3 kelmoqda, Y ga 5 kelmoqda. Demak, Y si ikkilamchi naycha. Xo'sh, mayda qon tomirlaridan iborat. Yo'q, bu xato. Xo'sh, 5 ularda ortiqcha suv qonga qayta shimilib haqiqiy siydik hosil bo'ladi. Demak, bu to'g'ri, Y ga 5 to'g'ri. Xo'sh, 3 esa 3 bu qaysiga? Malpighi naychaga bo'ladi. Mayda qon tomirlardan iborat. Bu malpighi chigalni hosil qiladi, demak mayda qon tomir. Javob D ekan. 14-savol. Hujayra strukturalariga xos xususiyatni aniqlang. Tashqi sitoplazmatik membrana, endoplazmatik to'r, sitoskelet, Golgi majmuasi. Demak, bu yerda ma'lumotlar berilgan. 1 ga D va 1 ga C kelgan ekan. Tashqi sitoplazmatik membrana silliq membranadan iborat. Yo'q. C hujayralarni hayvon hujayralarida o'zaro bog'lab turadi. To'g'ri, tashqi sitoplazmatik membrana hayvon hujayralarida demak bog'lab turadi. 1 ga C bo'lar ekan. 1 ga C. 2 ga demak D javobini ko'ramiz. 2 ga BF. Endoplazmatik to'r murakkab membranalar tizimidan iborat. To'g'ri. Lizosomos qiladi. To'g'ri. 3 ga Y. Sitoskelet sitoplazmada murakkab bog'lamlarni hosil qiladi. Bu ham to'g'ri. Hop, 4 ga nimada bu? 4. Golgi majmuasi. Demak, D bo'lsa kerak, silliq membranalardan iborat. Yaxshi ko'rinmay qoldi rasmda. Javob D demak 14-savolga. Xo'p, 15-savol. Quyida berilgan o'simliklarning ikkinchi nomi to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Xo'p, qora jusan bu turan shuvoqi, javdar piyozli arpa, xarduma tak-tak, gledichiya tikan daraxt, shvit ukrop. Demak, javob A. Hujayra turg'orligini ta'minlab beradigan organoidga ega
organga ega bo'lmagan organizmni aniqlang. Demak, nima demoqchi bu yerda? Turg'orlik vazifasini bajaradigan organoid vakuolasi bo'lsin, lekin organi bo'lmasin. Organ to'qimasi bo'lmaydigani bu tuban o'simlik bo'lishi kerak. A da Yusin Plaun bilan yuksak, V da Cladifora, Chlorella, Nemalion. Demak, mana shular tuban o'simlik va ularda vakuola bor. Xo'p, sen xatoligi Funaria yuksak o'simlik, 40 bo'g'man yuksak. Xo'sh, D javobda barchasi yuksak. Javob B. 17-savol. Ma'lum bir oqsil gidrolizlanganda 100 molekula suv hosil bo'ldi. Uni sintezlagan DNK uzunligini nanometrda aniqlang. Demak, 100 molekula suv bo'lsa, bu doim peptid bog'lar soniga teng. Ya'ni 1 ni qo'shib olsak, bizga amilkista beradi. Demak, 100 ta suv bo'lsa, unga 1 ni qo'shsak, amilkistalar 1/1. Demak, DNK uzunligini hisoblashda uning bitta zanjiri inobatga olinadi. Shuning uchun 1/1 ni 3 ga ko'paytirsak, 303. Bu RNK yoki DNKning bir zanjiri. Nukleatlar orasidagi masofa 0,34 nanometr. 303 ko'paytirgan 0,34 qilamiz. Shunda 103,2 ekan. Javob C. 18-savol. Quyidagi qaysi juftliklar uchun sitokinez sodir bo'lish usuli hujayra qobig'i mavjudligi qo'sh jinslik umumiy belgi hisoblanadi. Demak, semga skerda bo'lmaydi. Bittasi hayvon, bittasi o'simlik. Demak, bir ketadi. Jihori lovla. Sitokinez usuli ko'ndalang to'siq. Hujayra qobig'i qo'sh jinslik bo'lmaydi, jihori ayrim jinslik. 2 ham ketar ekan. Xo'p, itqovun, ituzum. Itqovun ayrim jinsli 3 ham bo'lmaydi. Drozofila so'na. Xo'sh, qo'sh jinslik bo'ladi. Sitokinez usuli bo'ladi, lekin hujayra qobig'i bo'ladi yupqa. Demak, olsak bo'ladi 4 ni ham. 5 oq quray g'o'za. O'simlik ikkalasi ham ikki jinsli, qo'sh jinsli hujayra qobig'i bo'ladi 5. Lira lipa. Lipa daraxt, lira qush bo'lmaydi 6. Xo'p, Kallima belyanka. Xo'p, bular qo'sh jinsli emas, kapalak bular. Qo'sh jinsli emas bular. Tuxmak kamxastak. Yapon saforasi tuxmak bo'ladi, kamxastak o'simlik, ikki jinsli ikkalasi ham bo'ladi. Demak, 4, 5, 8. Hujayra qobig'i ba'zida bu ehtimoliy savol kelishiga qaraladi, chunki hujayra qobig'i deb ko'pincha o'simlikka nisbatan aytiladi. Lekin asli hayvonda ham hujayra qobig'i bor, faqat yupqa. Ba'zida hujayra qobig'i bo'lmaydi deb ham ketilgan. Shu uchun bu nisbiy bo'lib qoladi. Ya'ni hayvon bo'lgani uchun hujayra qobig'i so'ziga. Bu yerda olinmagan 5-8 kelmoqda. Mabodo misol uchun endi aytadigan bo'lsak, C javobda 4-8 kelsa, bunda ham V ni olganimiz ma'qulroq. Nimagaki, hozir aytganimdek, demak 4 nisbiy hujayra qobig'i so'ziga nisbatan. Shu uchun 5-8 olingani yaxshiroq. Xo'p, lekin umumiy holatda hujayra qobig'i bormi? Bor, faqat yupqa. Bu jihatdan olsak agar mabodo 5-8 emas, 4-8 javob bo'lsa edi, unda olsak bo'lar edi. 19. Diagramma qismlariga mos javoblar berilgan qatorni toping. Demak, 1 ribosoma deyilmoqda. Demak, yozib olamiz. Ribosoma. Xo'p, 2 endoplazmatik tür. Endoplazmatik tür. 3 xloroplast. Xloroplast. Xo'p, 4 Golgi. Golgi majmuasi. Xo'p, ana endi A javobda 5 ta kanalchalarga ega emas. 5 kanalchalarga ega emas. 5 qaysiga tegishli bo'lmoqda? 5 endoplazmatik to'rdan tashqari qolganlariga to'g'ri kelmoqda. Kanalchalar demak Golgi majmuasida bo'lishi mumkin. 12 uglevod almashinuvida ishtirok etadi. Uglevod almashinuvida demak faqatgina 2 va 3 xloroplast endoplazmatik to'r bo'ladi. Uglevod almashinuvi. Uglevod sintezlanadi. Barcha hujayra uchun universal 10.
Golgi va ribosoma uchun bo'la olmaydi bu. Membranali bo'shliqqa ega. Faqat xloroplastga kelmoqda. Membranali bo'shliq bo'ladi. Xo'p, to'g'ri javob C ekan. Seni tekshiramiz. 7 assimilyatsiya jarayonida ishtirok etadi. 7. Demak, 7 qaysilari ichida? 2 ichida ham bor, xloroplastda ham bor va ribosomada ham bor. Assimilyatsiyada ishtirok etadi deyildimi? Demak, ribosoma oqsil sintezi, endoplazmatik teoriyada ham oqsil va uglevod yog' sintezi, xloroplastda ham demak assimilyatsiya bo'ladi, uglevod sintezi, ya'ni uglevod sintezlanadi. 7 teoriya ekan. 8 membranaga ega bo'lgan organoid. Membranaga ega bo'lgan organoid, demak bu 3 ga tegishli. Xo'sh, 3 ga tegishli, faqat ribosoma kirmagan. Mana 8. Ribosoma kirmagan. To'g'ri, ribosomada chunki membrana yo'q. Endoplazmatik teoriyada bor, Golgida bor, xloroplastda bor. Xo'p, 8 ham to'g'ri ekan. 11 oqsil sintezlash jarayonida ishtirok etadi. Demak, endoplazmatik teoriya bilan ribosomaga tegishli bo'lmoqda. Mana 11. Ikkalasi ham oqsil sintezi bo'ladi. Uchinchisi DNK va RNKga ega. Hop, 3-raqam. Xloroplastda DNK ham RNK ham bor, to'g'ri. Demak, javob C. Demak, bundan 9 xato ekan. Prokaroidlarda mavjud emas deyapti. Bu ribosoma ham kirgan. Ribosoma prokaroidlarda bo'ladi. D'da 2 membranalarda maxsus fermentlar joylashgan. Ayvon hujayralarida mavjud 6 hayvon hujayralarida mavjud endoplazmatik teor, demak xloroplast emas. Hop, bilan 13 biosintez reaksiyalarida ishtirok etadi. Biosintez reaksiyalarida Golgi bo'ladi. Bir membranaga ega emas, ribosoma. Hop, 2 xato ekan bu yerda mana. 2 xato ekan, membranalarda maxsus fermentlar degan. Bu Golgiga bo'ladi. Yo'q, Golgiga emas, maxsus fermentlar mitoxondriya deydi. Demak, shunda xato bo'lgan. Hop, javobimiz demak C bo'ldi. C da barchasi to'g'ri keldi. 20-savol virusning, ya'ni B virusining jigar hujayralari oqsil retseptor bog'lanishi orqali kirishning ketma-ketligi. Demak, oqsillarning hujayra retseptorlar bilan bog'lanishi bo'ladi 1. 1 bilan boshlanadi ekan. Keyin 3 hujayra sirtidagi retseptorlarni tanib oladi. Demak, bog'langandan so'ng tegishli o'sha kerakli retseptorlarni tanib oladi. Keyin 4 kelmoqda, 2 kelmoqda. Sitoplazma bilan birlashib vakuolaga aylanadi. Sitoplazmatik membrana vakuola qobig'i o'siladi. Demak, dastlab vakuola qobig'i, keyin bog'lanib oladi. Hop, 5 vakuola qobig'i yadro bilan birlashadi, to'g'ri. Hujayraning barcha qismiga tarqaladi. Demak, javob A ekan. Quyidagi organizmlarning qaysi davrda paydo bo'lganligini bilan juftlang. Qaysi davr deyilmoqda? A javobda Archaeopteryx yura, to'g'ri. Bosh skeletsizlar proterozoy. Bu ham to'g'ri, lekin proterozoy bu era bo'ladi. Bizda davr so'ralgan. Shuning uchun xato bo'ladi. Amfibiya devon, to'g'ri. V javobda ochoqrular tosh ko'mir davrida, to'g'ri. Qalqondor baliqlar Kembriy davrida. Psilofitlar Silur davrida. Uchalasi ham davr va to'g'ri emas. Javob B. Qolganlar ham eralar kelgan, mana arxiya kelgan. Keyin uchlamchi kelgan, bu ham. Uchlamchi davr. Xo'sh, buni gapida xato bo'lishi kerak. Avstralopitek uchlamchi, amfibiya devon. Yuksak sporali o'simliklar tosh ko'mir deyilgan ekan, bular devonda bo'ladi. Tosh ko'mirda ochoqlar paydo bo'ladi. Ikkinchi gap xato bo'lgan. 22-savol rudiment organlar to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping. Odamda 3-qovoq, odamning bir juft nervi, dumning bir juft nervi, ko'rchak o'simtasi. Demak, uchalasi ham rudiment. Javob A. V ni xatolik. Kapalak qanoti, otning 2 va 4 barmog'i. Kapalak qanoti rudiment emas. Xo'p, C da kit va kivi qushning orqa oyog'i.
bitta bo'ladi, lekin kivi qushida orqa oyoq emas, oldingi oyoq bo'lishi kerak. Dumli bola sherbashar odam. Bu atavizm. Javob A bo'ldi. 23. Bosh miyasi yaxshi rivojlanmagan, umri suyagi rivojlanmagan, bachadon yaxshi rivojlanmagan, hidni yaxshi ajrata olmaydigan sut emizuvchilarni aniqlang. Demak, ilvers bu hidni yaxshi ajrata olmaydi. Xo'p. Mana bu itda umri suyagi rivojlanmagan, yexidna o'rdak burun. Demak, bosh miyasi yaxshi rivojlanmagan. Koala bachadon yaxshi rivojlanmagan. Xo'p, kenguruda ham xuddi shunday. Silosini hid ajrata olmaydi. Shunday javobga to'g'ri kelgan ekan. 4-8 tekshiramiz. Yexidna o'rdak burun to'g'ri. Bosh miyasi yaxshi rivojlanmagan. B ga 3. B ga 3. Umri suyagi rivojlanmagan it to'g'ri. C ga 5-7. Bachadon yaxshi rivojlanmagan. Koala bilan kenguru to'g'ri. Xaltallada yaxshi rivojlanmagan. D ga 1-9. Hidni ajrata olmaydigan ilvers. Va silovsin. Demak, bu ham to'g'ri. Javob D ekan. C javobda 9-12 ekan. Oxirgisida qolgan hammasi bir xil. Uni xato bo'ladi bu yerda sug'urra. Hidni yaxshi ajrata olmaydi degan. 24. Rasmda ko'rsatilgan qismlar uchun xos javoblar berilgan variant. A javobda 3 aksondan tuzilgan. Demak, orqa miyaning oq moddasi akson bo'ladi. 4. Harakatlantiruvchi o'raliq neyronlarning dendritlari va tanalardan tuzilgan. Demak, kulrang moddasi harakatlantiruvchi o'raliq neyronlarning dendritlari va tanasi bu to'g'ri. 2. Nerv impulslarini ishchi organga olib boradi. Demak, 2 bu harakatlantiruvchi nerv, shuning uchun ishchi organga olib boradi, to'g'ri. Bunisi esa sezuvchi. Sezuvchi va harakatlantiruvchini shundan farqlash mumkin. Agar rasmda kelib qolsa, sezuvchini nerv tuguni orqa miyadan tashqarida bo'ladi mana. Gangliyalar deyiladi. Shundan ajratib olishingiz mumkin, qaysi sezuvchi, qaysi harakatlantiruvchini bilishingiz uchun, agar rasm bilan berilsa. Xo'p, keyingisi dala qirqbo'yimning hayot siklida sporadan va zigotadan nima rivojlanadi? Demak, bu sporalishliklar barchasida bir xil. Xo'p, sporadan gametofit, zigotadan esa sporafit davri boshlanadi. Javob C. 26-savol. Quyidagi o'simliklarga xos ma'lumotlar to'g'ri juftlangan javobni belgilang. Tepkul murakkab, poyasi yoshlashgan, ko'plik o'simlik, bargi oddiy, guli to'g'ri, chatnaydigan mevaga ega. Shu o'simliklar terak barli liftok, rediska, shirin miya. Xo'p, A ga 6, A ga 1, 4 kelgan. A ga 6, terak barli liftok, chatnaydigan meva, demak A ga 6 xato. 4 bargi oddiy bo'lishi mumkin. Xo'sh, 1 tepkul murakkab. Tepkul murakkab shingil to'g'ri. Bu ham bo'lar ekan. B'sini ko'ramiz. Demak, B'si rediska. B ga 4 bargi oddiy to'g'ri. B ga 6 chatnaydigan meva. Demak, rediskada bo'ladi. Keyingisi shirin miya. Xo'sh, 5 kelgan ekan bunda mana. Guli to'g'ri deb kelgan. Shirin miya burchoqdoshlarga kiradi, guli qiyshiq bo'ladi. Ko'plik o'simlik. Bu to'g'ri. Javob B. 27-savol. Agar meyoz natijasida hosil bo'lgan hujayrada 12 ta xromosoma bo'lsa, shu jarayon interfaza bosqichining J2 davrida hujayrada nechta xromatida bo'lgan? Demak, meyoz oxiri bo'ladigan bo'lsa, bu n to'plam bo'ladi. Bunda 12 deyilmoqda. J2 bo'ladigan bo'lsa, to'plam 2n4s. Xo'sh, xromatida bu s bilan belgilanadi. 4s. Demak, n gaploid holat 12 bo'lsa, 4 demak 48 bo'ladi. Javob D. 28-savol. Shakli o'zgargan novdalarni aniqlang. Demak, G'umayni ildiz poyasi bo'ladi, shakli o'zgargan novda. 2 bodring gajagi. Demak, bu ham bo'ladi. Sholg'om ildiz mevasi bu ildiz hisoblanadi, uch chiqib ketadi. BH guli. Demak, gulam novdan o'zgarishdan hosil bo'ladi, to'g'ri. Nihoyat gajagi bu barg. 40 sporafila, demak, bu ham barg. Akatsiya tikani barg. Demak, javob B.
29-savol. Qaysi organizmlarda xordan nervnoid javr yoriqlari faqat embrional davrda mavjud bo'ladi? Hop, A ga 5 oqbiqin delfin xorda bo'ladi, keyin yo'qolib ketadi. Xo'sh, B ga 4-8 kasatka alligator, C ga 5-7 javr yoriqlari oqbiqin delfin va so'fterray. To'g'ri. Demak, javob A. 30-savol. Quyidagi rasmda berilgan holatlar A, B, C evolyutsiyani qaysi yo'nalishni bildiradi? Xo'p, demak, birinchi holatda konvergensiya, A'si, B'chasi ham konvergensiya. Ya'ni turli xil sistematik guruhga mansub bo'lsa ham muhit sharoitiga moslashyapti. Demak, bular suvda akula bilan delfin, xo'sh, bular esa kapalak bilan ko'rshapalak havo muhitiga moslashyapti. Bu konvergensiya. Keyingisi C'si, bu parallelizm. Demak, A konvergensiya, B konvergensiya, C'si parallelizm. Hop, demak, mana shu bilan 3-variant edi bu. 5-variantimiz tahlil o'z nihoyasiga yetdi. Qolgan variantlarni yana qo'shimcha test yoki masala mavzularidan ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, demak, Telegram kanalimizga e'tibor berib qo'yasiz. Qolgan tahlillar, demak, Telegram kanalda bo'ladi. Bundan tashqari, Telegram kanalda variantlar tahlili, demak, video chatda jonli bo'ladi. Ya'ni qaysidir savolga tushunmasangiz, o'sha paytning o'zida savol berib, tushunmaganingizni qaytib yana tushuntirilishini so'rab olishingiz mumkin. Shu bilan bugungi, demak, tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, barchaga omad.